Xo'sh, azizlar, men o'zimga challenge qo'ydim. Bu challenge'ni oldin Game Fans akamiz qilgandilar. Bu challenge'ga ko'ra men hozir transferga yangi akkaunt ochaman va bu akkauntda qaysi jamoa futbolchilari ikkita chiqadigan bo'lsa, o'sha futbolchilarni komandani yig'aman va u akkauntni full holatiga yetkazaman. Bu uchun birinchi biz akkaunt ochib olamiz. O'z Instagram, YouTube nickim bilan ochib olaman bu akkauntni. Jalo Dino. Mana shu bolani tayyorlasak yaxshi ekan. Tayyor va bizda Manchester City'dan 2 futbolchi, Marmosh hamda Akanji chiqmoqda va qolgan jamoalardan bittadan futbolchi. Shu sabab bizga Akanji yoki Marmoshni olgan ma'qul deb o'ylayman, chunki u hujumchi, sobityalar yutishda bizga yordam bera oladi. Va Omar Marmosh sotib olindi. Akanjilarni olamiz. Akanjilarni olib oldik. 230 tanga mavjud bizda va 35 tangalik o'yinchi chiqqan ekan, uni sotib olamiz. Albatta. Va bu yerdan City'dan Savinho bor ekan. Scoutni bosamiz, McKennie chiqdi. Va oq futbolchidan kim chiqar ekan? City'da oqlardan kim bor mashhurroq? Sims degan hujumchi chiqmoqda, 65 ekan o'yinlari. Biz birinchi navbatda kuchaytirmoqchi bo'lsak, iloji boricha sobityalarga yordam beradi, lekin akkauntni bitta futbolchini full qilmoqchi bo'lsak, iloji boricha baland o'yinli futbolchilarni birinchi sotsa, mana 5708 bo'lmoqda o'yin. 12 futbolchini sotib yuboramiz. Bizda 5702 holatga yetdi. Va yana bir